qanday inson? Abbos so'zlarining egasi Shohidaxon akamiz o'zlaridan chiroyli sovg'alar ila mana shu xonadonning egasi Oybek opamizni 37 yoshlari, ya'ni ki bugungi tavallud ayyomlari bilan qutlab muborakbod etib kelgan ekanlar. Marhamat, go'zal ikki qo'shiqlar sadolar ostida shu to'y davramizga xonadon egalarini farzandlari nomidan taklif qilib qolamiz. Marhamat. Rahmat Dilshodbek. Tabrik etsan, chiroyli maqtovlar uchun. Ovozlaringiz ovoz, talantingizga talant. Ming bora rahmat so'zlaringiz uchun. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli elatdoshlar, juriyonlar, go'jallar ish qilib hammasi axloqiy vaqt ish kelibsan, malaringizni qadamlaringizga hasanat. Bir gap bilan aytganda hammangizni hurmat qilaman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizni xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'laversin. Hammalaringizni g'alyotirgan yangi yillar bilan tabriklaymiz. Bugun Inom Muhammad Ali o'g'limizni sunnat qo'ygan. Avvalambor Muhammad Ali o'g'limizni tabriklaymiz. Sunnatini yetiribdi. Farzini ham yetirsin ilohim. Popga to'ylarni ham kelib o'tirish nasib qilsin. To'y bolajon, to'y bola, cho'zib qolgan bo'y bola. Sarpolari yarashgan minib olgan to'y bola. Muhabbatim mevasi bag'rimga ungan bola. Ko'zim oqu qorasi to'y muborak. To'y bola. Bir qarsaklar bo'lsin shu to'y bolajon uchun. Rahmat. Qarsakchanlar qo'llaringiz dard ko'rmasin. Endi bugun shu to'y bolani to'yini Oybek ukamiz deymiz. Oybek ukamiz qanalar? 16 yoshi bilan qutlab keldik. Farzandlari nomidan, barcha nomidan, qarindoshlar nomidan davramizga taklif qilamiz. Davraga kelincha tabriklarni qildirib tabriklab turamiz. Izindan musiqalar boshlanadi. Taqdir peshonamga yozgan bitigim, hayotimdagi eng katta boyligim, jannatga kalitim yuzi oyligim, jufti halolimni asragin Allohim, mu'nisim muslimam, mehri oftobim, tunlarim yoritar ko'kda u moqil. Duosida asraydi shonu saharim, jufti halolimni asra Allohim deya alohida tabrik, nazokat umr yo'ldoshi nomidan. Marhamat azizlar, kelib qutlashlaringiz mumkin.